kishi chiqsa, aytsak biz O'zbekistondan keldik. Qayerdan keldilaring? O'zbekistondan keldik. Nima deymiz? Qani qaysilaring qorisizlar desa nima deymiz? Ha biz o'zi namozni zo'r o'qiymiz-ku. O'shaning uchun taqillatmaganimiz maqulroq bu kishining ishini. Yo'q, Hazrati Umar roziyallohu anhu bu eshikdan chiqmaydi. Lekin Alloh taolo har birimizni qilayotgan ishimizdan so'raydi. Namozimizdan birinchi so'raydi, bilib olinglar. Namoz har birimizdan so'raladigan ish namoz bo'ladi. Bu onalarimizdan, kelinlardan ham so'raydi. Ovqat tuzini ko'rganda sho'r ekan, pas ekan deyorgan onadan kelinining namozini ham so'raydi Xudo taolo. Eslaringdan chiqib qolmasin shu. Osadi oyoqlaringni. Javob beradi. Birinchi bularni osadi. Agar namoz benamoz bo'ladigan bo'lsalar, sizlar, kelinlaring, bolalaring birinchi erkaklardan, hisob erkaklarga bo'ladi. Chunki Alloh taolo va amur ahlaka bis-solah, ahllaringni namozga buyuringlar degan. Ahl kim desa, birinchi yonida yotgan xotini bo'ladi. Keyin undan dunyoga kelgan bolalar bo'ladi va o'sha kelinlar ham bo'ladi. O'shaning uchun Alloh taolo va amur ahlaka bis-solah deganda erkaklarga aytayapti Alloh taolo birinchi o'rinda buni. Aytadiki, ha deydi bu xotinimni deydi 10 marta aytdim, 20 marta aytdim, bechara endi namoz o'qimayapti. Nima qilaman demaysan deydi-da. Bolamni 10 marta aytdim, 20 marta aytdim, o'qimayapti demaysan. Alloh taolo aytadiki, orqasidan o'zi tartibini aytib beradi. Vastabir alayha deydi. Orqasidan sabr bilan ham turasiz deydi. Nimanidir va'da qilasiz, chiroyli ko'ylak olaman 500 ming ekan deganda mana $100 namoz o'qiysiz faqat. Nimaga desa, chunki ertaga Alloh taolo namozxon bilan namozxon oilani jannatga kirgizadi. Siz benamoz bo'ladigan bo'lsangiz, siz jannatda yo'q bo'lasiz. Siz bilan jannatda birga bo'lishni xohlayman degan erkak bo'lish kerak-da. Vastabir alayha shu bo'ladi. Ana endi aytadiki, bir ota meni hamma bolam namoz o'qiydigan bo'lsa, bu qorin ham bor, tirikchilik bor. Men ham uy qurishim kerak, mashina minishim kerak. Hamma umraga boryapti, men ham umraga borishim kerak deydi-ku. Alloh taolo aytadiki, la nas'aluka rizqan deydi. Sizlardan rizqlaringizni to'g'risini so'ramayman. Nimaga umraga bormadingiz, nimaga mashina minmadingiz, nimaga uy joyda chiroyli qilmadingiz, nimaga chiroyli sochlarni kiymadingiz, bunaqa taksikalarda yurardingiz so'ramayman deydi. Nahnu narzuquk deydi Alloh taolo. Rizqlaringni men beraman. Rizqni Xudo beradi. Biz topolmaymiz. Biz sabab bo'ladi, bir narsalardan Xudo taolo olib kelib beradi. Sulaymon alayhisalomni dedim, Alloh alam, hali savat to'q sotganlar, savatni eng ko'pini shu kishi sotar ekanlar. Aytar ekanda, savatlarni sotib, hamma savatini sotib bo'lib, odamlarni yana borib da'vat qilar ekan. Bir kun Jabril alayhisalom kelib turib, savatni nimaga ko'p sotganlarni olib borib, tog' darqasini ko'rsatdi, hamma savatlar ushdi. Aytdiki, bular nimaga deydi? Alloh taolo sizni dunyoga mashg'ul bo'lib qolib ketib, odamlarni da'vati sizdan chiqmasini farishtalarni xaridor qilib jo'natar edi. Rizqimizga kafil Xudo. Siz bilan bizni ko'zimizga odam sifatida farishta ham kelib turib, savdomizni yurgizib ketaveradi. Tushundilaringmi? Unga biz mukkamizdan ketishimiz, "O men topyapman, men qilyapman, men kiyintiryapman, men yediryapman, men bo'lmasam ochingdan o'lasan" degan odamning iymoniga gumon bor. Xudo bermasa hech narsa qila olmaydi. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki, "Partinkalaringni bog'lari yechilib ketadigan bo'lsa, bog'lashlikka Alloh taolodan istimdod, yordam so'ranglar." Nima o'zim bog'lab olsam, o yechilib ketsa, deylik, o'zim kiyoyapman-ku. Nimaga unadi janob Rasululloh? Miyamizda bir tomirchalar bor ekan, teleskoplarda ko'radigan. Shunga borib bir qon qatib qoladigan bo'lsa, ota nima deydi? Insult deydi. Bu partinkangizni bog'i u yoqda tursin, og'zingizdagi suvingizni ham atalmay qolasiz. Infarkt qo'ying endi. O'shaning uchun har bir ishda Alloh taolodan yordam so'rab, salomat qilganiga shukr qilish kerak bo'lgan ishlardan bittasi shu bo'ladi.